Senga bir gap aytaymi? Biz aslida hech qachon uchrashmadik. Ha, o'sha kuni yomg'ir yog'ayotgan edi. Ko'chada yoningdan o'tib ketdim. Sen soyaboningni pastroq tutganding. Men esa yoqamni ko'tarib olgandim. Ko'zlaringni ko'rmadim, lekin seni testingni, o'sha lahzada yuraging qanday urganini his qildim. Men seni yoningga borishga kechikkan yigitman. Balki 5 daqiqa, balki butun umrga. Ba'zan o'ylayman, agar o'shanda to'xtaganimda kechirasiz deb gap boshlaganimda hozir hammasi boshqacha bo'larmidi? Men o'zim yaratgan xayoliy dunyoda sen bilan yashayapman. U yerda biz doim birgamiz, doim kulayapmiz, ammo real hayotda biz shunchaki bir shaharda, bir osmon ostida, lekin butunlay bo'lak dunyolarda yashayotgan ikki begonamiz. Biz uchrashmadik, lekin men seni baribir yo'qotdim. Men seni o'sha kuni kutgandim. Qayerdaligingni, kimligingni bilmasam ham, ich-ichimdan kimdir kelishini sezgandim. Yomg'ir tomchilari soyabonimga urilganda, har bir qadam tovushidan seni izladim. Yoningdan o'tib ketayotganimda nafasingni tuydim. Lekin ortimga qayrilib qarashga g'ururim yo'l qo'ymadi. Qanday g'alati. Inson hech qachon ko'rmagan, ovozini eshitmagan insonni sog'inishi mumkinmi? Men seni sog'inyapman. Sening xayoling bilan kitoblar o'qiyman. Senga aytib berish uchun eng chiroyli gaplarni yodlab yuraman. Ammo sen yo'qsan. Biz uchrashmadik. Balki bu taqdirning eng shafqatsiz o'yinidir. Bizni bir vaqtda bir joyga keltirdi-yu, lekin ko'zlarimizni bog'lab qo'ydi. Men o'sha uchrashilmagan kunning xotirasi bilan yashayapman. Biz bir qadam masofada edik. Lekin o'sha bir qadam bizni abadiy ayro qoldirdi. Uchrashmadik. Ammo men seni baribir sevaman. Sevaman.